buyrak va siydik yo'llaringizni zararlanishini sababidan qat'iy nazar, ho u tosh, ho u bakteriya, ho u infeksiya bo'ladimi, davolab beraymi? 14 kunda holatini yoshligingizdagi soppa-sog' qilib. Kerak bo'ladi 3 ta mahsulot, tabiiy mahsulot. Birinchisi Ryabina обыкновенная deydi. Buni bitta xususiyati bor. Buyrak hujayralarini выживаемость, ya'ni yashab qolish xususiyatini uzoqlashtirib berib, qayta tiklanishini, zararlanishdan qat'iy nazar qayta tiklanishini tezlashtirib beradi. Ikkinchisi zarchava bo'ladi. Buni 3 ta xususiyati bor. Antibakterial xususiyati, nefroprotektik xususiyati, buyrakka himoya qiladi va hozirgi kundagi juda ham ko'p kimyoviy preparatlar ich organinglardan keyin buyraginglar toksinlarga to'lib ketgan bo'ladi. O'sha toksinlarni tozalaydi va kerak bo'ladi korin salotki deydi. Qizil miya, shirin miya deydi. Hammasidan bir choy qoshiqdan olasiz, bitta stakanga solasiz, qaynoq 200 ml suv solasizda 20 minut damlaysiz va uni sitadan o'tkazib olib, ikkiga bo'lib, ertalab kechqurun och qoringa 14 kun uchun buyragingiz sizga rahmat deydi. Mana shu laykka bosasiz, tarqatasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.